barchaga yordam berar. Qutqarishga shay ular. Do'stlar bo'lsa yoningda, bari oson bo'lar. Boshingga kelsa kulfat, yordamga kelar. Turba zavrlar olg'a, xavflar ketsin nari. Turba zavrlar olg'a, sarguzashtlar sari. Turba zavrlar olg'a, yordamga ucharlar. Qutqarishga shay ular. Sen chaqirsang bo'ldi. Turba zavrlar olg'a. Buni qara. Nimani? Tanga. Kimnikidir tushib qolgandir. Ke joyiga qo'yaylik. Egasi shuncha o't o'lan ichida qanday topadi? Kelinglar uni skaner qilib, egasini barmoq izlari orqali topamiz. Skanerlash. Tahlil. Hech qanday iz topilmadi. Topilmaning taxminiy yoshi 300 yil. Biz qadimiy tanga topibmiz. Keyin izlab ko'ramiz. Balki bu yerda xazina bordir, a? Katta boylik. Xullas, hech qanday xazina topa olmadik. Unday emas. Bularni bari juda eski va shuning uchun ham qimmatli. Uzoq o'tmishda u yerda qishloq bo'lgan. U yerda xazinalar ham bo'lishi mumkinmi? Ay, kim bilsin. Lekin buni mutaxassislar tekshirgani ma'qul. Tanish arxeologlarim bor. Qani ularga qo'ng'iroq qilib ko'raychi? Balki qazish ishlarini boshlab yuborishar. Ularsiz qazishsak bo'lmaydimi? Bu ishda juda ehtiyotkorlik lozim, bolalarim. Qimmatli ashyolarga ziyon yetmasligi kerak. Arxeologlar tezroq kela qolishsa edi. Ularni kutishimiz shartmi? Qani ketdik, Katya. Qayoqqa? Qayerga bo'lardi? Davolashga-da. Ehtiyot bo'lib albatta. Gol vurmasında. Yaşavor. Do'stlar, shoshilinch yordamingiz kerak bo'ladi. Xazina izlaymiz. Nima bo'ladi? Topamiz kerak. Avval bazani yig'ishtirish lozim. Ko'rmayapti-ku. Do, ana u yerga tur iltimos. Yorug'lik. Yaxshi. Lekin sal qorong'iroq. Anki. Ajoyib. Rejamiz shunday. Tor ustki qavatni oladi. Bo'l tuproqni yig'ishtiradi. Zer batafsil fotohisobot tayyorlaydi. Men-chi? Senga esa Trak, eng muhim ish. Lekin men chizishni eplolmayman-da. Bu changni yaxshilab tozalash uchun, hech narsaga zarar yetmasligi uchun juda ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Tayyormisizlar? Ha! Turbazavrlar olg'a. Hey. Ay. Topdim. Nima ekan? Tezroq bo'la qol. Qo'yin! Yashasın! Ichida nima bor
borligini hozir ko'ramiz. Kitobmi? Shu xolosmi? Bekorga ovora bo'ldikmi? Hech ham unday emas-da. Qadimiy kitoblarda o'tmishga oid qimmatli ma'lumotlar bo'ladi. Bu kitobni buvimga olib boramiz. U esa qadimshunos do'stlarga topshiradi. Oy. Bujon, o'sha kitobda nima yozilgan ekan? Hozir aytib beraman. Sizlar oldin shirinlikdan totib ko'ringlar-chi. Mazasi biram ajoyib. Nega bujon bu narsani avvalroq pishirmagansiz? Oldin menda uni retsepti yo'q edi-da. Bu qanday retsept ekan? Bu juda qadimiy retsept. Bunday shirinlikni bizni oldingi ajdodlarimiz, bobo buvilarimiz yeyishgan ekan. Xo'sh, siz uni qayerdan o'rgandingiz? Bitta juda qadimiy bir kitobdan. Ha, demak u qandolatchilik kitobi ekanda. Ha, to'g'ri. Haqiqiy xazina. Zerikyapman. Siqilib ketdim. Kapalaklarga mazza istagan joylariga uchishadi. Masalan, shaharga. Shaharda hamma narsa juda qiziqarli. Uylar, mashinalar. Bu yerda o'rmonda boshqa hech narsa yo'q. Zerikib ketdim. Biz nega aylanib kelmaymiz, to'g'ri? Shahargami? Bu xatarli emasmi? Qanaqasiga xatarli bo'lsin? Qizil chiroqqa to'xtaysan, yashil yonsa keyin yurasan. Borib mazza qilib aylanib kelamiz. Bu yangi rusumdagilarimi? Qanday ajoyib! Mana bunisini qara. Bularni Bolga aytish kerak. Oy. Ya. Demak, ertalabdan beri hech kim ularni ko'rmaganmi? Ha, hech kim. Yo'qolib qolishdi. Butun o'rmonni qidirib chiqdim. Butun o'rmonda ham yo'q bo'lsa, unday bo'lsa, Ular shaharda bo'lishi mumkin emas. Aslida bo'lishi mumkin. To'rdoyim shahar qiziqarli bo'ladi deyerdi. Zer! Tushundim. Dunyodagi eng zo'r dinozavrlar biz bo'lamiz. Shunday ekan ularni topamiz. Topdingmi? U yerda qurilish bo'lyapti. Tor va Anki qurilishda ishlashyapti. Hayron qoldim. Voy. Odamlar ularni kabinasida o'tirib olishgan. Mana buni burilish desa bo'ladi. Menimcha gap nimadaligini tushundim. Ularni haqiqiy texnikalar bilan adashtirib qo'yishgan va qurilishga olib ketishgan. Ularni qutqarish kerak. Lekin kech shuni kutmasak bo'lmaydi. Shahar bo'shaydi va qurilish tonggacha to'xtaydi. Turbozavrlar, olg'a! Oho, zo'r qilding-ku. Men ham shunday qilmoqchiman. Qaytganimizda o'rgataman. Hay, alo! Uyg'onish vaqti bo'ldi. Zo'r qo'rqitib yubording-ku. Aslida sizlar bizni qo'rqitib yubordingiz. Bu nima qilganingiz? Biz shunchaki shaharni ko'rmoqchi bo'luvdik, Katya. Natijada esa Nima bo'lganini taxmin qilyapmiz, lekin nega ortga qaytmadingiz? qayta olmaymiz-da. Nega endi?
Biz qurilishni nihoyasiga yetkazishimiz kerak. Ishchilar o'z vaqtida ulgurmaymiz deyishdi. Bolalar esa bog'chaga bora olishmas emish. Menda bir g'oya bor. Ish ko'pdir, lekin imkonsiz narsani o'zi yo'q. Anki, bulga panellarni ortasan. Bul, ularni poydevor yaqiniga olib borasan. Trak, sen esa panellarni joyiga qo'yasan. Tor yerni tekislaydi. Zervado yo'lga qarab turishadi. Agar kimdir kelib qolsa, signal berishadi. Turbozavrlar, olg'a! Ajoyib! Juda zo'r. Tomni yopish qoldi. Ha, bu ishni zersiz uddalab bo'lmaydi. Qo'shilaman, men butunlay o'zgachaman. Trakka tomni tekislashiga yordamlash. Aha, chaproq, o'ngroq, oldinga, orqaga. Ajoyib ish bo'ldi, bolalar. Do'stlar birlashib ishlashi mana shunaqa bo'ladi. Biz yaxshi ish qildik, lekin Tor va Anki noto'g'ri yo'l tutishdi. Qochishdi va hech kimga aytishmadi. Xuddi yosh bolaga o'xshashadi. Boshqa bunday qilmaymiz. Ajab tovur yangilik. Shahar yaqinidagi bog'larning birida sayohatchilar tomonidan dinozavrga o'xshash jonzot aniqlandi. Voy tavba, o'zlari o'ylab topishyapti. Lekin baribir dadangiz do'stlari bilan o'rmonga borib, bu noma'lum jonzotni qidirib ko'rishadi. Turbozavrlarni ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Rahmat buvijon. Rahmat. Sen esa bugun yonimda bo'lasan. Yana bo'tqayni oxirigacha yemabsan-ku. Ular bu yerda yo'q. Nahotki ularni tutib olishgan bo'lsa? Bo'lishi mumkin emas. Ha? Mana qayerda ekansiz? Sizlarni axtarib yurgandik. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Sizlarni qidirishmoqda. Tezroq bu yerdan ketish Ular kerak. sizni topishmoqchi. Balki qo'shni o'rmonga borib turarsiz. Qayerga ham borardik? Bizni uyimiz shu yer. Bir necha ming yillardan buyon Ha. Kataki odamlarga dinozavrlar xavfli emasligini aytamiz. Bizga kim ham ishonardi? Undan keyin bizni o'rmonga qo'yib yuborishmaydi. Biz haqimizda aytishni keragi yo'q. Anchadan buyon yashirinamiz. Bundan keyin ham yashirinishda davom etamiz. Topdim. Biz odamlarni yolg'ondan qo'rqitamiz. Buning uchun o'yinchoq dinozavrlar yasashimiz kerak. Odamlar o'yinchoqdan qo'rqadi deb o'ylaysanmi? Hamma o'sha amaki o'yinchoq dinozavrni haqiqiy deb o'ylabdi deyshadi. Ha nima? Menimcha Petya ajoyib fikr bildirdi. Rostdan ham bu mavjudot kimnidir qo'rqitadi deb o'ylaysizmi? Nima senga yoqmayapti, Trak? U ko'proq yoqimtoy jonivorga o'xshaydi. Agar uni rezinadan yasasak, u bilan birga mazza qilib cho'milsa bo'ladi. Boshqa taklifing bormi? Buni o'rniga dinozavr yasash kerak. Nega? Nima uchun? Ana bo'lmasam. Ha mayli, dinozavr bo'lsa bo'la qolsin. Buni qarang. Ana endi haqiqiy qo'rqinchli bo'ldi. Meni nimadan yaratar ekansiz? Xo'sh, Ha, Albatta yog'ochdan. Biz axir o'rmondamiz. Atrofga qarang. Bahonada o'rmon ham toza bo'ladi. barakalla Katya, aqlingga qoyil. Yog'ochdan emish. Turbozavrlar olg'a.
shoshmayapsan? Meni namuna sifatida sizga foydam tegadi. Quyib qo'ygandek o'sima. Hozir buzib qo'yasiz. Qani kesh. Qo'rqinchli maxluqni topishibdi. O'rmonni o'rtasida turgan emish. Kimdir yog'ochdan haykal yasab qo'ygan ekan. Sayohatchilar esa uni haqiqiy dinozavr deb o'ylashibdi. Dadangiz do'stlari bilan yog'och dinozavrni shahar markaziga olib kelib o'rnatishdi. Biz uddasidan chiqdik. Buni Trakka ko'rsatish kerak. Juda xursand bo'ladi. Ana, sizlar ko'p sho'xlik qilmanglar, xo'pmi? 3 kundan keyin qaytaman. Ungacha sizlarga Nora xolangiz qarab turadi. Ana, avtobusim keldi. Endi poyezdga kech qolmaydigan bo'ldim. Iya, bu kimni jomadoni? Axir bu buvimni jomadoni-ku. Usiz endi nima qiladi? Murakkab vaziyat. Tashvishlanmanglar. Men trobozavrlarni chaqiraman. Biror yo'lni topamiz. Buvim jomadonini unutibdi. Hamma narsasi uni ichida qolgan. Menda ham shunday voqea bo'lgandi. Bir kuni nonushta qilishni unutibman va To'g'ri, hikoyangni keyinroq aytib berarsan. Hozir vaqtimiz tig'iz. Biz poyezdni quvib o'tib, navbatdagi bekatda jomadonni egasiga yetkazishimiz mumkin, lekin buning uchun daryoning narigi qirg'og'iga o'tishimiz lozim bo'ladi. Men nima qilishni bilaman. Trobozavrlar, olg'a! Trampolin quramiz va Do daryodan oshib o'tadi. To'r, sen shu yerda o'ra qaziysan. Anki qurilish ashyolarini olib keladi. Trek esa trampolinni quradi. Olg'a trobozavrlar. Katya, Petya, qani o'tiringlar. Kamarlarni yaxshilab taqib olinglar. Biz buvimning jomadonini yetkazamiz. Chiroyli uchyapti. Voy, shoshmanglar, men qolib ketdim. Voy, tezroq qaytinglar. Voy! Chamasi aynan bugun nonushta qilishni unutmagan ko'rinasan. Senga yetib ola olmayapman. Yetib ol, Zer. Biz kashf olyapmiz. Voy!
balki buvimga bu jamadonni keragi yo'qdir, ha? Zer, agar charchagan bo'lsang, tomomga o'tirib ol. Hali uzoq dam olmoqchimisizlar? Buvimni jamadonini yetkazish zarur. Mahkamroq tut, yo'lni kesib o'tamiz, bo'lmasa yetolmaymiz. Ha, kesib o'tish degani nimasi? Hozir bilib olasan. Zer, bas qil, axir to'xtadik-ku. Baqirish ayolimga ham kelgani yo'q. Nima, yosh bolamidim? Deyarli manzilga yetdik. Shu tog'dan oshib o'tsak bo'ldi. Vaqtni bekorga sarflab nima qilamiz? Tunneldan o'ta qolaylik-da. Tunnelga kirish mumkin emas, bu juda xavfli. Qo'ysang-chi, shu ham muammomi? Bu yerda hech qanday xavf yo'q. Sirayam qo'rqinchli emas. Iya, bu nimani chirog'i? Poyez! Voy! Ha, yaxshisi tog' orqali ketaveramiz. Petya, Katya, jomadonim-ku, qanaqasiga buncha tez yetib keldingiz? Bu shunchaki tezkor taksi. Oo, Juda tez yuradi. Usiz yetib kela olmasdik. jomadonim uchun katta rahmat, bolajonlarim. Sizlarsiz nima qilardim, ha? Xayr. Xayr! Xo'sh, endi uygami? Iltimos, faqat kesib o'tmasdan. Bugun namoyishning oxirgi kuni-ku. Sen ham bu multfilmni tomosha qilmoqchi eding. Yo'q, Petya, biz kinoga bormaymiz. Nima uchun, Katya? Voy! Mana shuning uchun biz uni yolg'iz tashlab keta olmaymiz. Hammaga salom. Bolalar, nega bu yerda o'tiribsizlar? Biz sizlarni rosa kutdik. Bu jonim tish doktoriga ketayotib, bizga Ippolitga qarab turishimizni tayinladi. Shuning uchun uyda sho'ppayib o'tirishimiz kerak. Unga e'tibor berma. U kinoga borgisi kelayotgandi. Shuning uchun hammaga zaxlarni to'kib sochyapti. O'rningizga boshqa bir qolib tursa bo'lmaydimi? Kim? Masalan, men kichkintoyni bilaman, u menga o'rgangan. Unday bo'lsa, bir necha soatga yo'qligimizni sezdirmay tura olasanmi? Biz tezda qaytamiz. Ippolit. Ippolit. Oy. Bu nimasi, nimalar bo'lyapti? Bolalar, berkinmasangiz ham bo'ladi. Jahlim chiqqani yo'q, to'pingizni oling. Ippolit. Voy. Seni ko'rib qolishlari mumkin-ku. Men bolani eplolmay qoldim. U yo'qolib qoldi. Nima? Faqat vahima qilma. Do'q qolgan turbozavrlarni yordamga chaqir. Ippolit uzoqqa ketmagan bo'lishi kerak. Voy! U hech qayerda yo'q. Balki uyga berkinib olgandir. Bo'l, biz uyni hamma joyini qaradik. Aqlim bovar qilmaydi, qayerga ketdi? Ippolit Nora xolaning mashinasida ketdi. Shoshmay tur, Ippolit. Biz ularga yetib olamiz.
Biz uni qayerga ketayotganini ham bilmaymiz-ku. Demak, bo'linishimizga to'g'ri keladi. Trak, ularni topishda yordam bera olasanmi? Hoziroq o'rmonga qaytishing darkor. Hamma qiziqarli voqealar mensiz bo'ladi-ya. Sen ham shu yerda qolasan. Biz Ippolitni topib kelgunimizcha buvim qaytib kelishi mumkin. Ha, Turbozavrlar olg'a! Nega to'xtatding, Tor? Yo'l yopiq ekan, u bu yerdan o'tmagani aniq. Voy. Voy. Ana xolos. Endi g'ildiraklarni almashtirishimga to'g'ri keladi. Ha? Qara, Anki, axir bu biz qidirayotgan mashina-ku. Biz ularga mashina bilan Ippolitni olib borsak, juda xursand bo'lib ketishadi. Salom. Biz mashina bilan Ippolitni topdik. Voy. Mashinani joyiga qaytarishingizga to'g'ri keladi. Teshirgan g'ildirakni ham almashtirib qo'ying. Ha, mashinamni g'ildiragini almashtirishim kerak. Endi hojati qolmabdi. Alo, mashinamni o'g'irlab ketishibdi. Voy, o'g'irlashmagan ekan. Hatto g'ildiraklari ham joyida. Mo'jizani qarang-a.